Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Mana YouTube egalari, hojakamlar, ham kelishdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, qishloqdoshlar, millatlar. Bugun o'yinimizda 5-son o'ynayapmiz. Xudo xolasa, sovrin egalarini bilganidan va sovrinlarni topshiramiz aka. Ikkinchi, birinchi o'rinni aniqlaymiz. Uchinchi o'rinni aniqlaymiz siz bilan. Keyin ikkinchi o'rinni aniqlaymiz. Keyin birinchi o'rinni aniqlaymiz. Xudo xolasa aka. O'g'lon sotib beramiz. Ismi nima o'g'lingizni? Muhammad Aliymi? Gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli akalar, Muhammad Ali o'zi aniqlab beradi sizlarni sovrinlaringiz. Sizlar rohmanlar. Aka halol bo'lish uchun ham mehnat qilaveramiz. Muhammad Ali topyapti. Akalar, Muhammad Ali bittasini tortib qo'lingiz. Bir dona, mendan qo'lingiz tutun. Aha. Qolin bittasini. Bittasini. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli akalar, juda ham xolisona tortyapti. Uchinchi o'rinda aniqlayapmiz. Mamejon aka, siz raqam aytasiz, telefonni chaqiramiz. 94 ga 084 Uchinchi o'rinda aniqlayapmiz, hurmatli aka-ukalar. Uchinchi o'rinda. Keyin ikkiga tortamiz, keyin birinchi o'rinni tortamiz aka birgalikda. Chaqiryapti. 94lik 084 77 07 raqam. Ko'tarishmayapti. Birinchi o'rinda? Yo'q, uchinchi o'rin ko'tarmayapti bu o'rinda. Qaytaradi. 94lik 084 77 07. Ro'rtchi qilasan endi. Ikkini tortyapti. Hurmatli aka-ukalar, uchinchi o'ringa mana telefon qilish ko'tarmadi. Biz turib o'zimiz yana telefon qilib o'zini chaqirib olamiz, xudo xolasa. Oybekjon aka, endi ikkinchi o'rinni aniqlaymiz. Uchinchi o'ringa 1 kilo jigar etilgan, ikkinchi o'ringa 1 kilo go'sht, birinchi o'ringa mana shu katta novvosda dumi. Oybek aka, yana Muhammad Ali, yo'q, bittasini ol. Voy, malades, gap bo'lishi mumkin. Bu safar o'yin bor, vaqt dahshat ketyapti o'zi. Halolda bu bolalar gunoh yo'q. Katta halol ketyapti. Hamma 150 tutgan. 856 0178. Bir qog'ozdan ko'rsatib, apparatchiga endi ko'rsatdim. Javob bor olamiz. Mana shu raqamga Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Hasan Do'stman aka. Qayerga tushdik aka? Qayerga tushdi? Assalomu alaykum. Yo'q, Hasanboy Qo'sotdan go'sht xarid qilyapsiz? O'rlan qishloqdan-a? Umuman olmaganman deyoryapsiz. Soatli ikkinchi o'rin 1 kilo go'shtni boshqa berib yuboraman aka. Qayerga tushdik?
Abduhalim aka, tushunsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Aka, siz ikkinchi o'rin deb aniqlandingiz. Aka, soat 11 ga chiqsangiz 1 kilo go'sht yutib oldingiz. Chiqib olib ketasiz. Bo'ldi, Abduhalim aka, kutamiz sizni 11 da. Aha, 11 ga chiqsangiz aka berib yuboramiz. Bo'ladi. Salomat bo'ling. Aka, endi birinchi o'rinda tunda aniqlab olamiz. Bitta qog'oz berib olanda chiqib ketdi, bolalar. Ichiga solib boshqa tenglantib olamiz. Haqqoniy bo'lsin. Yana bir marta tenglantamiz. Cho'lmirza hamdandan Abduhalim aka chiqdi, ikkinchi o'ringa. 1 kilo go'sht yutib oldi. Yana Muhammad Ali Xoton. Gap bo'lishi mumkin emas. Yepchil bolang, bloger bolalar katta bo'lsa. 91 lik. Hurmatli aka-ukalar, birinchi o'rinni aniqlayapmiz. 91 lik. 689 4480 raqami. Birinchi o'rin. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Men Hasanboy Qassobxon Dormondan. Siz aka, siz birinchi o'rin deb aniqlandingiz. Novoz yutib oldingiz aka. Siz aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Cho'linizdan ha? Qaram. Tuvalakdan yutib aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz aka, siz soat 11 da kutamiz aka. Kelib, so'rni kelib kutasiz aka, sog'lasa. Aka, salomat bo'ling. Hop, birinchi raqamda harakat topilyapmiz. Assalomu alaykum. Aka, tushunsiz, qayerga tushdik? Ahror aka, siz 3-o'rin bo'ldingiz aka, 1 kilo jigar yutib oldingiz. Endi telefon qilib ko'tarmadingiz. Aka, sizni soat 11 da kutamiz aka. Hop. Tushunmadim. Bo'laveradi, soat 11 ga chiqsa bo'ldi. Hop. Hurmatli aka-ukalar, 3-o'rinimiz hali ko'tarmadi. Endi ko'tardi. O'zi qaytarib qoldi, mana chaqirdi, xudo xolasa. Hammalarga doim omadli deymiz. Shega chiqib, operativ go'shtlarni ko'rsatib qo'yasiz. Mana shunaqa novoz go'shtlardan olib xarid qilinglar. Yana bitta masala, keyingi 11 dagi bo'lib turgan syomkani ikkalasini bitta qilib joylashtiramiz. YouTube'da ko'raverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Salomat bo'linglar, hammaga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar. Mana YouTube egalari, hojakamlar, ham kelishdi. Ular tayyor, birgalikda topshiramiz. 3-o'rindan boshlaymiz. Ahror akamizning o'rniga o'g'li chiqdi, ismingiz nima aka? Abdulaziz chiqdi. Abdulazizjon 1 kilo 3-o'rin bo'lib aniqlandilar. Raqamlar chiqib qoldi. 1 kilo jigar yutib oldik. Qaydansiz? Bordan qishloqchana. Hojaka, siz 2-o'rin bo'lib aniqlandingiz. 1 kilo go'sht yutib oldingiz. Sizni ham tabriklaymiz. Endi hurmatli aka-ukalar, 1-o'rin Tuvodaqdan aka, ismingiz nima? Lutfulla akam Tuvodaqdan ekan, aka mana jigar ko'rsatib qo'ying, mana dumda operatorimiz chopib berdik. Aka, sizni ham tabriklaymiz. Hurmatli aka-ukalar, o'yinimiz xudo xolasa davomiy bo'ladi. Aslida bu harakatli o'rinlar bu avvalo biz kimga rizq qilingan bo'lsa, o'shanga to'g'ri kelaveradi. Biz sizlarni yordamlaring bilan, kattalarni, hojatda, hojonalarni duosi bilan xudo xolasa sizlarga sovrinlarni yetkazib beraveramiz. Aka, ko'p nima desa o'yinda? O'shalardan novoz o'yladi. Rahmat. Aka, ben şimdi. O'yin haqqoniy ekan. O'yin haqqoniy ekan. Mana yuqoldi mana sheygacha Hasanboy Qassobxon. Novoz go'sht olamiz qachonsiz? Novoz go'sht so'yadi mana. Haqqoniy o'yin. Shaharda o'yinga
4 kiralik Mana hurmatli aka-ukalar, uchalasi ham o'zimizda sizlarga o'xshagan, mana shu ko'rib turganlarga o'xshagan haqqoniy klientlarimizdan doimiy postoyanniy chiqishadi. Juda hurmat qilaman akalar sizlarni. Hattoshi sizlarga ham tavsiya qilaman, kelmaganlar kelinglar bizdan, o'shanglar. Nomerlarni baravar omadli raqamga aylanib chiqib oladigan bo'lsa, sizlarga telefon qilamiz, chaqiramiz, qutlarni beramiz. Keyingi seshanba kuni Xudo xolasa aka yana sovrinimizni mana shu go'sht mahsulotini qo'yaveramiz. Oldin 4 hafta bu 5-sonida, 5-soni. Bizdan ko'rib turibsizlar, 4 hafta birinchi o'ringa velosiped, ikkinchi o'ringa 1 kilo go'sht, uchinchi o'ringa mana shu go'sht mahsuloti, sirli boshqa narsalarni qo'yib turibdi. Endi keyingi mana seshanba kunga yana birinchi o'ringa kun qo'yamiz, ikkinchi o'ringa 1 kilo go'sht qo'yamiz, uchinchi o'ringa mana shunaqa jigar qo'yamiz. Hurmatli akalar, sizlarga omad, kelinglar go'sht mahsulotlardan olinglar. Salomat bo'ling. Kim yutdi?